Mana yurtdoshlar, Kalonxo'yidan chirinka qilgan edim. Bu shu chirinka qilgandan gullashga o'tib ketdi. Shuning uchun hali gullashiga uncha qiziqmay, buning gulini qirqib tashlaymiz. Buni gulini qirqib tashlasangiz, yerdan olayotgan ozuqa bu barglarga va shoxlashiga yordam beradi. Bu bahorda yana gullayveradi. Bugun 26-yanvar. Mana bu kichkinasi ham уже gullab boshladi. Buni ham qirqib tashlayman. Gul hali bizga shart emas. Mana gullar. Bu gullasa ko'p. Dekabr oyining boshiga qilingan chirinkalarim tomir olgan bo'lsa kerak. Mana yurtdoshlar. Ana endi buni tubakka olishim darkor. O'ta chiroyli, kuchli. Mana bu geran guli. Geran gulni olamiz. Bunga bekatdan gullar solamiz. Mana bu bo'ldi. Endi buni bu yerga qo'yamiz. Endi navbat bunga. Bu bargi tomosha, kolus guli. Buni ham tuvakka olishimiz kerak. Buni ham tuvak hozirlaymiz. Mana. Bunga tosh solamiz birinchi. Drenaj uchun. Mana ko'rnilar. Ko'ryapsizlarmi qanday ko'rnilar o'sgan? Mana ikkinchisi bu. Bu ham uchinchisi, buni ham tubakka olishim darkor. Bu ham tomirchi qozgan. Buni ekkanimga bir oydan oshib qoldi. 1,5 oylar bo'lib qo'ydi. Ana endi